Baxmal tumanida 2025-2026 yilgi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari doirasida 10 ta ko'p qavatli uy joyini ta'mirlash va obodonlashtirish bo'yicha ishlar boshlab yuborildi. Mazkur dastur tumanning Do'stlik mahallasida joylashgan 2 qavatli uylarni qamrab olgan bo'lib, uning doirasida ko'plab muhim vazifalar belgilab olingan. Maxsus tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan har bir ko'p qavatli uy holati atroflicha o'rganilib, texnik jihatdan eskirgan va ta'mirga muhtoj qismlar, tom, fasad, issiqlik ta'minoti tizimlari, yo'lak va kirish joylari, drenaj va suv chiqarish kommunikatsiyalari aniqlandi. Hozirda mazkur yo'nalishlarda ta'mirlash va tiklash ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Faqatgina uylarni ta'mirlash bilan cheklanib qolinmasdan, uylarni atrofini obodonlashtirish, tashqi yoritish tizimlarini yangilash, bolalar o'yin maydonchalarini tiklash, aholi dam olish maskanlarini yaratish va sanitariya gigiyena holatini yaxshilash bo'yicha ham aniq choralar belgilab olingan. Mana bu sizlar ko'rib turgan ko'p qavatli uylar bundan 1985-yillarda qurilgan uylar. Bu yerda shu davrgacha nihoyatda qarovsiz bo'lib, juda ahvollari pasayib qolgan edi. Hozirgi kunda buni hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan mana shu domlar qayta remont qilib, nihoyatda yaxshi bir ko'rinishga ega bo'layapti. Biz bundan xursandmiz. Mana yo'lakchalar qurilyapti, atroflar obodonlashtirilyapti. Juda katta ishlar olib borilyapti. Mana bu ishlardan biz nuroniylar, mana shu yerda yashaydigan aholi nihoyatda minnatdormiz. Hurmatli prezidentimizga nuroniylar nomidan, mana shu yerda yashayotganlar xalq nomidan nihoyatda katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli yurtboshimizning Jizzax viloyatiga qilgan tashrifida viloyatdagi ko'p qavatli uylarni ta'mirlash, ularni kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha topshiriq bergan. Mana shu topshiriq asosida Baxmal tumanida mavjud 14 ta ko'p qavatli uylardan 10 tasi ta'mirtalab edi. Bu uylar 1978-yilda qurilishni boshlagan va 1984-yilgacha bu uylar qurib bo'lgan. Shu paytgacha mana shu keyingi 40 yil mobaynida bu uylar ta'mirtalab bo'lib, aholining yashashi uchun qiyinchilik tug'dirar edi. Ularda kanalizatsiya tizimi, ulardagi ichki suv masalasi, ichimlik suvi masalasi boshqalar juda og'ir ahvolda edi. Mana shu tashabbus bilan hozirgi kunda tumandagi 10 ta ko'p qavatli uyda ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Bu ta'mirlash ishlarida asosan ajratilgan mablag'larning to'g'ri sarflanib, mana shularning har biriga ajratilgan mablag'larni joy-joyiga yetkazdirib, mana shularga ishlarni boshlaganmiz. Ayniqsa bu yerda olib borilayotgan ishlardan bazalt qoplamasi bilan qoplanayotganligi ko'p qavatli uylarning, ularning qishda issiq va yozda esa salqin bo'lishini ta'minlab beradi. Avvalambor mana shunday ishlarda bosh-qosh bo'lib turgan davlat rahbarimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevlarga bizning xalqimizning minnatdorchiligini bildiramiz. Hammaga mana shunday ishlarda bosh-qosh bo'lib turishini, u kishining hayotiy yo'llari bundan ham farovon bo'lib, xalqimizning har doim farovon yashashiga, ularning kelajakdagi turmush sharoitini yaxshilashga qo'shayotgan hissasi uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Bu ishlar nafaqat mavsumiy qiyinchiliklarni bartaraf etish, balki aholining yashash sifatini oshirish, hududning tashqi qiyofasini yaxshilash va zamonaviy infratuzilmani yo'lga qo'yishga xizmat qilmoqda. Barcha ishlar jamoatchilik va mahalliy aholi ishtirokida, oshkoralik va shaffoflik asosida amalga oshirilayotgani ham muhim jihatdir. Ishchi guruh tomonidan har hafta bajarilgan ishlar yuzasidan hisobotlar tayyorlanib, tegishli mutasaddi tashkilotlarga taqdim etib borilmoqda.